O'rtoq, shuna masjidga ehson qilib oling. Alloh uchun qilinadigan ibodatlarimizni maqtanish va ko'z-ko'z qilish uchun qilishni boshladik. Aslida boshqa insonmiz-u, odamlar ko'zida yaxshilik va savob qiluvchilardan bo'ldik. Har qadamimiz riyo bo'lib qolmadimikin? Bir qaraganda taqvodormiz. Allohu akbar, Allohu akbar. O'rtoq, namoz vaqti bo'lib qopti. Namoz o'qib olamizmi? Aql o'rgatish bo'lsa, birinchilardanmiz. Avliyomiz go'yo. Qilayotgan yaxshiliklarimizni barchaga e'lon qilamiz. Maqtashsin, u yaxshi inson, taqvoli, ibodatgo'y, har doim savob ketidan qolmaydi deyishlar uchunmi? Namozlarimizni boshqalardan ko'proq o'qigandek ko'rsatamiz-u, yolg'iz qolganda Allohu akbar, Allohu akbar. azon ovozini eshitsak ham parvo qilmaymiz. Biz kim bo'ldik?